Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filialini 2025-2026 kirish ballarini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz radnoy. Undan oldin videoga bitta like bosishni va meni sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, ketdik demak. Davolash fakulteti eng oxirida e'lon qilamiz. Farmatsiya yo'nalishi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, grantga kirish balli 137,3 balli tashkil qilgan hamda shartnoma asosida, ya'ni kontraktga kirish balli bo'lsa 120,4 balli tashkil qilgan. Xo'p, fundamental tibbiyot grant kirish balli 125,4 balli hamda kontraktga kirish balli bo'lsa 112,3 balli tashkil qilgan. Xo'p, tibbiy profilaktika ishi grantga kirish balli 123,8 balli hamda kontraktga kirish balli bo'lsa 106,8 balli tashkil qilgan. Va pediatriya ishi grantga kirish balli 171 balli tashkil qilgan, kontraktga kirish balli bo'ladigan bo'lsa, demak 154,2 balli tashkil qilgan. Xo'p, bizda keyingi yo'nalish stomatologiya yo'nalishini oladigan bo'lsak, 171,6 ball grant kirish balli va kontraktga kirish balli 154,5 balli tashkil qilgan. Xo'p, davolash ishini ko'radigan bo'lsak, grantga kirish balli 176,2 ball va kontraktga kirish balli bo'ladigan bo'lsa 159,6 balli tashkil qilgan. Xo'p, agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosishi va buni o'sha Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filialida o'qiydigan do'stingizga hamda aynan ana shu yerga topshirmoqchi bo'lgan do'stingizga videoni jo'natib qo'ying radnoy. Sog' bo'lasiz va sizga savol, keyingi universitetimiz qaysi universitet bo'lsin, buni kommentariyada yozib qoldiring.